Pechenkalarim, to'g'risini aytsam, kuz va quyosh meni sochlarim uchun haqiqiy falokat. Shamolda quriydi, xiralashadi, sinadi. Yozda esa basseyn, quyosh va dengiz tufayli sog'lom sochlar bilan xayrlashaman. Somon sochlarga esa salom deyman. Oldinlari sochimni men faqatgina dazmol yoki floykadan himoya qilish kerak deb o'ylardim. Lekin aslida sovuq, issiq haroratlar o'zgarishlari yoki ultrabinafsha nurlardan ham himoya qilish kerak ekan. Ultrabinafsha nurlardan faqatgina terini emas, sochlarni ham himoya qilish kerak. Chunki ular yanada ko'proq stressga uchraydi. Buning uchun menda ikkita must have bor. Birinchisi 17 tasi birda bo'lgan sprey, u sochni oziqlantiradi, xiralik yo'qotadi, yaltirash beradi va ichida termozashtasi ham bor. Keratin yog'lar, biotin hammasi sochni tirik va silliq holatda ushlab turadi. Ikkinchisi esa krem sprey, u sochlarni itoatkor qilib, yanada jilo beradi. Makadamiya yog'i, keratin va biotin eng zo'r uyg'unlik. Qisqa qilib aytganda, biri sovuqdan, biri issiqdan asraydi. Birgalikda esa ular sochlar uchun haqiqiy qalqon.